Ikkinchi qoida. Eski zamonlardan beri ayollar qoshida o'sma-yu yuzida xollar. Sen ersan, haqiqiy er kabi ko'rin, o'zingda ziynatga bermagil o'rin. Sharh. Er o'z nomi bilan er. Xotin o'z nomi bilan xotin. Er aqlli, kuchli va boshqaruvchidir. Ayol tuyg'uchan, zaif va ergashuvchidir. Er o'z nomiga muvofiq uzoqni ko'radi, shoshmaydi, sabr qiladi, kurashadi, g'olib bo'ladi. Xotin o'z nomiga ko'ra kalta o'ylaydi, shoshadi, sabrsizlik qiladi, aksar vaqt yengiladi. Erning ishlarini xotin aslo qila olmaydi. Ayol uddalagan ishga erlar hech qodir emaslar. Chunki olamda erning o'z o'rni va ishi, ayolning maqomi hamda vazifasi bor. Agar alohida ishlari bo'lmasa, er va ayolni farqlashga ehtiyoj bo'lmas edi. Er erlik qilsa, xotin xotinligini bilsa, dunyo ishi joyida turadi. Er ayollikka qiziqsa, ayolning odatlarini qilsa, ayolning sifatlari bilan sifatlansa, mislsiz fojia shudir. Ayol erlikka moyil bo'lsa, erga o'xshab o'zini tutsa, er bo'laman desa, erning ishlariga burun tiqsa, nazokat va latofatdan ayriladi. Ayollik qiymatini boy beradi. Eski zamonlarda ayollar eri uchun ziynatlangan. Erkaklar ziynatni or va sharmandali ish deb bilishgan. Bugun haddan tashqari sochlariga ishlov berish, yuzini tekislash, rang-orang kiyimlar kiyish, tanasiga igna bilan rasm solish, ya'ni o'zini ko'z qilish erlar orasidagi xastalikka aylandi. Do'stim, kimdir sochini bo'yasa sen bo'yama. Kimdir sochini o'stirsa unga taqlid qilma. Kimdir tor kiysa men ham tor kiyaman dema. Kimdir soch ektirsa ektirma. Yuzining tukuni tozalatsa sen bu xotinchalishlikka aslo yaqin borma. Bizga o'zbekka begona bo'lganlarning turmushiga, qiyofa va qilmishiga oshiq bo'lma. Lattaga o'ralashma. Avratni berkitib, issiq sovuqdan himoya etadigan yarashimli sipo libos kiy. Sochingni imkon qadar kalta tutsang yarashadi. Qish u yoz yengi uzun kiy. Kalta ko'ylak va kalta ishton kiyma. Ich ko'ylakda yurma. Tor kiyma. O'z o'lchamingdan biroz katta kiy. Qiyofa ichki dunyodan darak. Qiyofangni jiddiy va kamtarona shaklga keltirsang, ichki olamingda ham tartib, jiddiyat paydo bo'la boshlaydi. Unutma, tarbiyani eng avval o'zing xohla, so'ng harakat qil. Sekin-asta qadam chiroyli xulqni o'zingga singdirib borasan. Hech narsa tez bitmaydi. Sabrsizlik qilma, umidsizlanma.